Hop akalar, mana olib qolgan Gentra mashinalarimiz. Bu mashinalarimizga ikkalasiga ham Malibu 2 Premium lyuk qo'yiladi. Ko'pchiliginglar so'raysizlar, kraska bo'lmasdan iloji yo'qmi deb. Iloji yo'q, chunki bu kesilgandan keyin shu holatda mana bukib chiqiladi. Bukilgandan keyin albatta kraskasi ko'chadi. Ko'chgandan keyin endi bu imkonsiz. Ikkinchi variantimiz mana kraskasi ko'chgan holati. Endi qaranglar, tomda lyuk ko'pchiliginglar, hali ko'pchilik endi hamma ham emas, tushunmaydi-da, savol berishaveradi, tushuntirsam ham savol beraverasizlar mana. Shunaqa holatda o'zini stoykasi bo'ladi mana. Tomda o'ltiribsan, tomda falon qilsan, bu endi boshlanishi, bu svarka ishini boshlanishi. Buni yana mana yonboshlariga ham, bu yoqlarga ham qo'yadigan joylari bo'ladi o'zini. Ko'rdinglar-a? Mana shunaqa bo'lgandan keyin buni usti gruntopka bo'ladi, gruntopkadan keyin kraska sepiladi, o'zi mayda-chuyda shunaqa ishlari bor. Shular mana mashinani shunaqa holatda hamma yo'g'ini o'rab chunkab ish qilishadi. O'z ustalar. Mana bu yoqda lyuki. Narigini oqtiki, o'zini yonida turibdi. Aralashtirmaymiz. Chunki o'zini razmeri bo'ladi-da. Bir xil deganimiz bilan lyukda qandaydir 1-2 santimetrga raznica bo'lib qolishi ham mumkin-da.